Islomda farzandlar tarbiyasi deb nomlanadigan katta silsila darsimizni boshlaymiz. Albatta bu davomiy ish, mashaqqatli ish, uzoq muddat, uzoq mehnatni talab qiladigan ish. Shoshilmaymiz. Bu darslar shunday darslarki, ko'pchiligimiz, deyarli hammamiz qilayotgan xatoni muolaja qiladigan, isloh qiladigan darslar. Farzandlar tarbiyasi haqidagi dars. Bugungi darsimiz Islomda farzandlarning tarbiyasi qanchalik ahamiyatli, qanchalik muhim ish ekanligi haqida bo'ladi. Toki nimani eshityapmiz, nimani o'rganyapmiz, qadriga yetaylik. Namoz haqida deyarli birodarlar hammamiz ko'p narsani bilamiz. Farzini nechta, vojibini nechta, sunnatini nechta. Tahoratda 4 ta farz bor degan jumlani har qabristonga borganda eshitamiz. G'usulga taalluqli bo'lgan ahkomlardan xabarimiz bor. Roza, zakot, haj shular qatorida. Ammo islomda farzand tarbiyasi deyilganda mana shu ilmdan qancha xabarimiz bor? Bismillahirrohmanirrohim. Hayotimizda ko'p farz, vojib amallarni ado qilamiz. Namoz, roza, zakot, haj, sadaqa, ota-onaga yaxshilik qilishlik. Va mana shu farzlar biz o'lishimiz bilan to'xtaydi. Bu amallar bizga savob bermaydi. O'ldik, o'chdik. Ammo mana shu farzlarning ichida bir muhim farz borki, farzandlar tarbiyasi degan farz. Qarang, farz qanaqa edi? Farz qanaqa amal edi? Shariat jazm ila shubhasiz va qat'iy dalil bilan talab qilgan ish. Nima degani bu? Qilasan deb shariat majbur aytgan, majbur qilasan va majbur qilasan degan so'zini dalili qat'iy, Qur'onning oyati bilan. Farzand tarbiyasi ham birodarlar farz bo'lgan amal. Bilamizmi shu farzni? Namoz o'qimasangiz gunoh tayin. Roza tutmasangiz gunoh tayin, jazosi ham tayin. Ammo farzi ayin bo'lgan farzandlar tarbiyasini qilmasangiz, bu farzni bajarmaganligi uchun jazo qanaqa ekanligini bilasizmi? Ammo bitta farz bor, farzandlar tarbiyasi degan farz bo'lgan, vojib bo'lgan amal. Bu farzni ado qilsak, birodarlar, o'lganimizdan keyin ham savob amallarimiz to'xtamaydi. Tanalarimiz omonat bo'lgan bu jasadlarimiz ruhimizdan ajrab haqiqiy dunyoga ruhimiz o'tib ketganidan keyin ham bizning vujudimiz tirik turadi. Farzandlarni hayotida, bolalarimizni hayoti bilan bizning hayotimiz ham davom etadi. O'ldi, o'chdi bo'lmaydi. Musulmonlarning hayotidagi eng muhim va eng xatarli ish farzandlar tarbiyasi. Ayrim so'zlarni 2 marta, ehtimol 3 marta takrorlashga to'g'ri kelar. Musulmon odamning hayotidagi eng muhim, eng zarur, eng oliy ish farzand tarbiyasi. Agar bu farzandlar tarbiyasini muhmal tashlab qo'ysak, e'tibor qilmasak, oqibat juda bir xunuk bo'ladi. Musulmon odam hozirgi kunda o'ng tomonga qaraydi, chap tomonga qaraydi. Uni dinini, uni axloqini buzishlikka sarflanayotgan kuchlar, diniga dushman bo'lib turgan toifalarning ko'pligidan o'zini zaif his qiladi. Qo'lidan hech narsa kelmaydiganga o'xshab ko'rinadi. Ammo qo'lida bitta narsa bor. Bu shunday narsaki, bu agar shuni uddasidan o'ta olsa, bu kuchlarda hammasiga qarshi tura oladi. Bu farzand tarbiyasi. Agar odam o'ldi, o'chdi bo'lib ketishni xohlamasa, farzandini tarbiya qilsin. Endi kimdir aytishi mumkin. Bu to'g'ri, shu yaxshi narsa qilish kerak, ammo to'siq juda ham ko'p. Muhit chatoq, atrof muhit aynigan, odamlar dindan uzoq bo'lib ketgan, tushunchalarni g'arbdan, sharqdan olib, boring, o'zingizga nasihat qiling deydi, biror gapirsiz. Tushunchani qayerdan oldi shuni? Qayerdan oldi shu tushunchani?
Boring bolangizga nasihat qiling deydi. Spokойно turadi, ya'ni уверенный turadi hali bola. Bolangizga nasihat qiling, boring deydi. Sizlar davringlarda shunaqamidi? Otalar, unaqa emas edi. Nimaga? Tushunchalarda har yoqda olmas edik. Ota-onalarimizdan olar edik, opa-odalar katta bo'larimizdan olar edik. Kattalar gap qaytarib bo'lmaydi, yomon bo'ladi. Shu tushuncha bilan qarang, dinni zo'r bilmasa ham yomon bo'ladigan gap bilan zo'r narsalar o'rgatgan. Hozirgilarchi? Ha, qiyin zamon. Lekin nima qilamiz? Shu davrga to'g'ri keldi hayotimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ya'ti alan nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi ala jamr." Rasululloh aytadilar: insonlar ustiga shunday zamonlar keladiki, ularni orasidagi o'z dinida sobir bo'lgan kishining misoli xuddi cho'g'ni ushlab turgan odamga o'xshaydi. Shunday zamonlar keladi, kelajakda musulmon odam sunnatga amal qilsa, dinini ushlab, mahkam yashayman desa, dinini mahkam ushlagan holda bu odam cho'g' ushlab turgan odamga o'xshaydi. Siz diningizda turib, miyasi aynagan odam bo'lib qolasiz. Miyasi aynaganlar esa sog'lom aql egalari bo'lib qoladi. Insonlarning boshiga shunday zamonlar keladi, dinini mahkam ushlagan kishi xuddi cho'g'ni ushlab turgan kishidek bo'lib qoladi. Qizingizga ayting, sal orqa voratini yopib yursin desa, sen ishing bo'lmasin deydi. Yoshda endi o'ynasin deydi. Kechasi visir-visir harqada yursa, sizga nima o'qilang deydi. Qiling ishingiz emas. Qarang, munkarni ko'rib turib o'zgartiray desangiz, siz aqli joyida emas degan odamga bo'lib qaralasiz. Shunday zamonlarda yashamayapmizmi? Akasi kasal, singlisi kasal, unga pul sarflamaydi, ammo qator mashinaga nima qiladi? Shu g'arbdan kelayotgan o'lchovlarda qabul qilmasdan bu noto'g'ri desangiz, sen jinni ekansan, sen orqada qolib ketgan qoloq odam ekansan deydi. Inson o'zini qachon baxtli, saodatli hisoblaydi? Qachoniki farzandingiz siz xohlagandek inson bo'lib yetishsa. O'g'lingizdir, qizingizdir, siz xohlagandek inson bo'lib yetishdi. Ko'zingizni quvonchiga aylandi. Mana shu odam haqiqiy baxtli inson bo'ladi. Ammo agar otalarini dilini og'ritib, ko'chadagi qing'ir-qing'ir lupatlarda do'st tutib, shularda o'ziga kumir qilib, ota-onaga baqirayotgan bo'lsa, ota-ona undan norozi bo'layotgan bo'lsa, bu bolalar oq bo'ladi. Oq bo'lgan bola hech qachon 1-2 bo'lmaydi. Yaxshilab bilib olinglar ukalar. Sizlar ko'rayotgan kinolarda ota-onasi kelsa, ota-onasini shunday g'ash oladi, malol oladi, deydi. Otam keldi, onam keldi, yugurib borishlariga g'ash keladi. Shu tushunchalarni olib qolmanglar. Chunki sizlarning vujudlarda sababi mana shu otanglar. Sizlarning oq bo'lishinglar yoki dunyoda bir saodatli bo'lishinglar ularning roziligi orqali bo'ladi. Ota-onasi bilan yashashlik ayb ularda. Bilasizlarmi? 30 ga kirib otang bilan yashayapsanmi deydi. Onqiring. Qanday yashay? Tashab ketaymi senlarga o'xshab? Yo'q, bularda shunandaqa. Albatta inson farzandi u xohlagandek inson bo'lib yetishi bu oson ish emas. Qiyin ish. Ammo musulmon odam hayotida o'zini farzandini tarbiya qilishdan ko'ra muhimroq ish yo'q u uchun. Va ishonaveringlar, imoratingizdan muhim, ko'chadagi odamlar orasidagi hurmatingizdan muhim, karyerangizdan muhim, biznesingizdan muhim agar aqlingiz yetsa. Va bu ish shunaqa ishki, juda bir uzoq vaqt talab qiladi. 5 kun, 6 kunda ikkita masalani eshitib qo'ysangiz bo'ldi, yaxshi bo'lib qoldi demang. Bitta nok necha yilda meva beradi, amakilar? Ana 14 yil, 15 yil. Bitta nokni mevasini yeyish uchun 14 yil parvarish qilish kerak bo'lsa, bitta farzandni bir mevasini, yaxshi inson degan mevasini ko'rish uchun qancha mehnat qilish kerak? Biz-chi yana ham tashab qo'yapmiz, bolalar katta bo'lib qolishyapti. Qara, katta bo'lib qopti, maktabga boradigan bo'lib qopti. Alloh, bolasi 7 ga kirguncha bilmabdi katta bo'layotganini, demak ishi ham bo'lmagan. Qarang, umrda bu nima xulosa oladi desangiz, umr o'tayotganini qara deb qo'yadi. Olgan xulosasi shu. Qara, o'g'lim bitiribdi maktabni, qara. Yomon o'tibdi umr. Sen
nima yeb yuruvding? Bolang maktabni bitiradigan maqomga yetguncha faqat qornini boqishlikni o'ylab yuruvding. Endi bu bolani yo'qotding sen. Bu bolani sen yo'qotding.